O'rtoqlar mana shuncha tandirni videosini ko'rgansizlar. Hozir sizlarga bitta life hack. Qanday qilib mana videodan tandirni shunchalik mazali zo'rligini bilsa bo'ladi. Shuni aytaman mana hozir o'rtoqlar. Ofarin gap yo'q. Mana hozir boshlayapti. Hozir olsin tandirni. Ana akalar issig'i chiqdi. Dasturxon tandir. Sveji. Buni qanday bilsak bo'ladi mana videoda turib tandirni realni zo'r, dahshatligini mana. Chunki tandir videosi ko'pda internetda. Uni bir dona yo'li bor, boshqa umuman yo'li yo'q. Uni yaqinda o'zim bilib qoldim. Hozir sizlarga aytaman uni qanaqaligini. Nimaga yursin? Bay. Voy, akam, jonim akam. Kenayim bilan bitta maslahatlashib kelib yeydigan joyda lekin. O'g'aynilar, do'sti, birodarlar. Mana yaqinlar davrasida mana dasturxon tandir, dasturxon ochilgan payt keladi. Shuni esdan chiqarmang, eng muhimi. Buni siz agar maxsus mutaxassis, agar oshpaz bo'lmasangiz, oddiy inson bo'lsangiz, qanday bilishingiz mumkin? Yagona yo'li kelib yeb ko'rish kerak bo'ladi. Boshqachasi bilib bo'lmaydi o'rtoqlar. Bismillah.